Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Kaliforniya qizilyomoq chuvalchanglar sotuvi davom etmoqda. Mana bu ikkita joyimizdan, ya'ni ikkita bioreaktorimizdan Kaliforniya qizilyomoq chuvalchanglarini Qashqadaryo viloyatiga sotgan bo'lsak, sotganimizdan keyin joyini bir qator yaxshilab og'darib, keyin ustidan yangi oziqalar berdik. Kecha berilgan. Endi suv bera boshlaymiz. Mana shu holatda chuvalchanglarimiz sotuvi davom etmoqda. Mana bu joylarimiz tayyor holatdagi begumsga aylandi. Bu joyimizdagi oddiy molni go'nglari sizga bir qator yaxshilab ko'rsatib o'taman. Ko'rinayotgan bo'lsa, shunday ustki holatini 100% granola holatiga aylantirdi chuvalchanglarimiz. Bu joyimizdan sotsak ham bo'ladi. Endi oziqasi kamligiga chuvalchanglar tag holatiga tushib ketgan. Endigi jarayonida mana bu joylarimizga yangi oziqalar berganmiz. Kaliforniya qizilyomoq chuvalchanglari yangi oziqalarga yaxshi holatda o'tib olibdi. O'tgan jarayonni ham video davomiyligida bir qator sizlarga ukalarimiz ko'rsatamiz. Yaqinroqdan olaylik. Mana granola bo'lib qolgan. Bugungi videomiz Buxoro viloyatiga 2 kvadrat Kaliforniya qizilyomoq chuvalchanglar, ya'ni ikkitasi bittada 1 kvadrat, yana ikkitasi 1 kvadrat, ya'ni 2 kvadrat. Kvadrati 1 million so'mdan 2 million so'mga 2 kvadratni chuvalchanglarni mana yangi oziqalar berilgan. Bundan bu joyimizga 10 kuncha bo'ldi. Yangi oziqa berilganiga bir 10 kuncha bo'lgan bo'lsa, chuvalchanglarni yangi oziqalarga o'tgan jarayonni sizlarga ukalarimiz ko'rsatamizda, chuvalchanglarni ham xuddi mana shu joylarimizdan berib boramiz. Havo harorati ham normal holatga kelib qoldi. Chuvalchanglarimiz ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunday zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizilyomoq chuvalchanglari yangi oziqalarga o'tib olgan va xohlasa buni yanada zichlashtirish usulidan foydalangan holatida shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimizga yetkazib beramiz. Xudo xohlasa buni dastavka qilib beraveramiz. Ya'ni o'zimiz bormaymizda, o'zimizni mashinamiz bor. Shu mashinada dastavka qilib bersak, akamiz dastavkalarni qabul qilib oladi. Va xohlasa chuvalchanglar yangi oziqalarga juda yaxshi holatda o'tib olgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, tuxumlarim qo'yib tashlagan. Mana bular tuxum hisoblanadi. Shunday. Boya aytib o'tganimizdek, zichlashtirish usulidan foydalangan holatda beramiz. Ya'ni bu banan korobkalarimizga bir qator yaxshilab solingandan keyin chuvalchanglar taqatlamiga tushadi. Tushgandan keyin ustki go'ngini bir qator olamiz. Tog'rachamizni yana ustidan bir qator yaxshilab solgandan keyin zichligi deyarli bir go'sht holatiga kelib qoladi. Shunda akamizga biz tayyorlab jo'natgan chuvalchanglarimiz ham juda yaxshi holatda bo'lib, stress holatiga tushmasdan shunday usti ochiq holatda bor. Birinchi patogida, ya'ni zichlashtirish usulini bir qator yaxshilab to'ldirdikda chuvalchanglar tagiga tushgandan keyin ustidagi chuvalchang yo'qotilamdi. Ya'ni mana bu joyimizga olib tashladik. Chuvalchang olayotgan joyimiz zichligi mana shunday juda zich holatda ko'rinayotgan bo'lsa, zich holatda bir qator yaxshilab soldikda chuvalchanglarga yo'q qatlamni olib joyiga tashladik. Endi ikkinchi qatlamini mana bu joyimizdan davomiyligidan olib boshlaymiz. Chuvalchanglar solingandan keyin usti bir qator olingandan keyingi holatni aka-ukalarimiz ko'rsatamiz.
tuxumlari g'ijja tuxumlar qo'yib tashlagan holatida. Shu o'lchanglar tuxumlar ko'rinayotgan bo'lsa, Buxorolik akamizga xudo xolasa juda bir zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari yetib boradi. Hali ikkinchi qatlamini ham solamiz. Tepa uyib solamiz. Cho'lchanglar pastiga tushib ketgandan keyin yana bir qator ustki qatlamini olamiz. Shunday bir zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari akalarimizga yetib boradi, xudo xohlasa. Zishligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana ustida g'ijja holatida tuxumlar. Hamma joyi mana shular tuxumlar hisoblanadi. Hozir bahor mavsumi. Buni sanashning imkoniyati yo'q. Shunday holatda akalarimizga dastavka qilib beryapmiz. Mana shu holatida shu etap ketaveradi. Olingandan keyin joyini bir qator yaxshilab og'daramiz. Joyiga yangi go'nglar solib, shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etib boryapti.